Bolam allergichniy, ancha yillardan beri fenkarol beraman. Menimcha fenkarol ishlamayapti, deyaptilar. Srazu xayolimga sizlarga foydali maslahat berish keldi aynan shu temada. Demak, bolasi allergichniy bo'lgan mamchikalarning diqqatiga, agar sizlar ham ancha paytdan beri faqat bitta turdagi antigistaminni ishlatib yurgan bo'lsanglar, demak, u o'zini effektivnostini yo'qotgan hisoblanadi. Doimiy faqat bitta antigistaminni dorini turiga bog'lanib qolish kerak emas. Doim uni o'zgartirib turish kerak. Organizmdagi gistaminniy retseptorlarimiz faqat bir turdagi antigistaminniy dorini beraverganimiz uchun shu doriga nisbatan chidamlilik, tolerantnost hosil qiladi-da. Vaqt o'tgan sari bir turdagi dorini berayotganingiz ta'siri kamayib ketadi. Misol uchun doimiy zodik ichib yuradigan, doimiy fenistil, o'sha fenkarol tabletkalarini faqatgina ichadigan bolalarni keyinchalik shu dorini berganingizda effekti kamroq bo'layotganini sezishingiz mumkin. Shuning uchun antigistamin dorilarni ham ora-orada boshqalariga almashtirib turish kerak. Kuninglar xayrli o'tsin. Qabulimga kelish uchun shu nomerlarga murojaat qilsangiz bo'ladi.